Assalomu alaykum hammaga do'stlar. Bugun sizlar bilan solo Free Fire. Bugungi videomizda bizlar Free Fire'dagi eng judayam ko'p like bor, короче, akkaunt zo'r akkauntga, короче, sizlarga obzor qilaman. IDlar ham 5 5 4 4 4 4 короче, shunaqa obzor qilamiz. Sizlar videoga like bosib, obuna bo'lishni unutmang chat. Bugunlar, короче, bugun shu oyning oxirigacha 1000 obunachiga erishishimiz kerak. Sizlar kanallariga obuna bo'lib, like bosib ketinglar chat. Anlamasam biz ketdik. Короче, men kirib oldim. ID yozyaptimda. Endi bizlar bir sondan birdan boshlaymiz. 1 3 4 5 6 7 8. Mana birinchi akkauntimiz kirib oldik. Bu yerda 74000 qancha bu 741000 akkaunt like borgan. Bile. Misal endi bu akkauntga kirmayapti. Problema seti deyapti chat. Endi keyingisi do'stlar, короче, 3 4 5 6 7 8. Keyingi bitta ko'p savobda. Keyingi akkauntimiz mana bu akkaunt borda. Luchanam degan 625000 like borgan, bilyat. So'rgan akkaunt 14-urovень. Ozgina o'ynab Free Fire'ni tashlab ketgan ekan. Bunaqa maykalar borgan. Chorti va bitta bunaqa krasovkasi. Biz 3-songa keldik. 3 4 5 6 7 8. 3dan yana chiqdi. Buda ham bilada qurib budadak 408000 like borgan. 408000. Bu ham ozgina Free Fire'ni o'ynab keyin tashlab ketibdi. Akkauntda bunaqa yashasa, buda ham bunaqa krasovka borgan. Keyingi sonimiz 4 bo'ladi. 1 2 3 4 5 6 7 8. 4ta chiqmadi. Endi 5ga o'tamiz. Menimcha 5-chi normal bo'lishi kerak. 1 2 3 4 5 6 7 8 80. Bilet. 3.254.000 like borgan, bilet. 3 million jigarlar. Почти 5 million bo'lib qoladi o'ziga. Menimcha. Bu yerga zaпрос jigarlar bu stream Free Fire'ga kirgan ekan. Bolalar qaranglar, mana Orşa yozib qo'yibdi. Hadi laykat ya niki emoji bir narsa. Tushunmadim bu yozganini menimcha. Bu yerdan hammasidan birinchi urovень qaranchiga. Old school propusklar o'ynayapti. Old school propusklarda. Mana jigarlar, bolalar qaranglar, bitta like bosib ketinglar chat. Mana hammasida 55 hammasida 55 jigarlar. O'shim buda urovень ham 55, ID ham 55, gildiyasi ham 55, 5. O'shim like ham 5 qilib tashlash kerak edi. Hamma like bosib tashlabdi. Mana kiyimlar ham просто bunaqa kiyimlarni birinchi marta ko'rishim. Bunaqa krasovka, buni ko'rdim, lekin bu juda ham просто akkaunt. Menimcha bu YouTuber bir narsa bo'lish kerak menimcha. Просто propusklar ham hammasi 55 ga borib qopti. 5 songa. Bu yerda endi bu like bosgan shunisiga like bosib keyingi akkaunt hozirlamiz. 6 2 3 4 5 6 7 8. Bitta 6 ga chiqmadi. 7 ga boramiz. 2 3 4 5 6 7 8. 7 ga ham chiqmadi. 8 ga boramiz. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 ga ham chiqmadi. Menimcha endi chiqmadi kerak. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ronaldo akkauntiga kiramiz chat. 2 3 4 5 6 7 8. Ronaldo akkaunti menejer. Ana o'rta, короче, sentyabrda menimcha kirgan bu akkauntga. Lekin akkauntni cheterstiva deb akkauntni bamga tig'ib olibdi. Bizlarga ko'rmayapti, gildiyasi hech narsasi. Bugungi videomiz sizlarga yoqqan bo'lsa, jigarlar, bolalar, qizlar bo'lsa, like bosib, obuna bo'lib ketishni unutmang. Bizlar shu oyning oxirigacha 1000 obunachi bo'lishimiz kerak. Hali bunaqa videolar juda ham ko'p chiqib turadi. Bu birinchi videom bo'lgandan keyin sizlar like bosib, komment yozib ketinglar chat.